Hop. Ahamiyat beringlar 10 tarafinglarda bu qiblatayim, ikki qiblali masjid. Al-Aqso bilan bizani qiblagohimiz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yashil gumbozlari. Ketdik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Makke'de Madine Munavvara'ya kelib, aynen şu şekilde mescidde kurganlar. Yani ularning yoniga. Nabariyning eski holati bu. Ko'rasizlarmi? Qamish bilan o'ralib, atrofini ishlar bilan yopilgan. Mana. Ko'rasizlarmi? Oddiygina qamish bilan yopilgan. Nabariyning oldingi holati. Ko'rasizlar, mana qiblagohimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shunda hozir oralig'ini ko'rsatib, uyini ko'rsatadi. Sen yo'lni to'sib qo'ymang, yo'lni to'sib qo'ymang. Yo'lni to'sib qo'ymang. Senga yuramiz endi. Ketdik. Rasmini olmaylik. Bildirmasdan oling. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylari. Oysha onamizlar bilan yashagan uylari. Ko'rasizlarmi? Hozirgi Ravza-i Sharif mana yerda erkiga salom berib o'tadi. Mana bu joyidan biz namoz o'qiyapmiz-ku. Abu Bakr roziyallohu anhu masjidlari ikkita eshik yopilmaydi. Xudoga kech buni kirasizlar. Qamichdan taxtaga o'tishdi. Taxtadan ishga o'tishdi. Tushgan paytda mana boshqa belgilar o'zlari ko'rib, planlarini tasdiqlab turib, keyin atrofidagi uylarni buzishga ruxsat berib, Nabariyning orqasida atrofidagi uylarni buzishga ruxsat berib, birinchi ish qo'yib beryapti. Ya'ni Salmonning dodasi. Birinchi bo'lib o'zi qamaldoshini qo'yib beryapti. Bu yog'iga hozirgi ko'rib turgan Nabariy qurilishi boshlanadi. Şu derecede misli ko'rilmagan proyekt, ya'ni juda ham go'zal. Hozirgi birinchi qanaqa bo'lgan biza ko'rmay qoldik. Birinchi qanaqa bo'lgan payg'ambar zoti. O yoqqa borib ko'rsangiz bo'lardi. Qolib ketdi-yu yo'qda. Birinchi bo'lganlar. Mana qurilish jarayonlari ko'rasizlar, Navariy qay darajada qurilgan. Navariyning ichidagi gapirib bergan narsalar tom ochilib yopiladi. Mana o'sha tom. Mana zo'lchikda har bittasi avtomatik tarzda ochilib yopiladi. Daniyalik bitta olim shuni proyektini qilib patentini bergan. Saudiyadan boshqa davlat bu zo'lchikdan foydalana olmaydi. Ramazon oyidagi holati, shu holatda namoz o'qiladi, Ramazon oyida tanaffus qiladi. Inshaalloh Ramazon oyida kimki umra qilsa, hajji savobini oladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning haj qilgan savobi. Sizlar Ramazonga kelmoqsizlar? Mana atrofdagi uylarni biz tashlab, qay holatdan qay holatga olib kelishgan. Xuddi ko'rasizlar, atrofini tozalab, chiroyli qilib, mana shu holatga olib kelingan. Navariyda bitta holat bor, gastinisalar hech qachon bir-biridan baland turmaydi, hammasi bir tekisda bo'ladi. Ahmed bersanglar, gastinisalar hammasi balandligi bir xil. Ko'rdinglarmi o'zinglar? Necha yilki?